Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Hozir mana sezon jicha bespatatganligiga ahamiyat bermaysizlar. Hozir iloji boricha narxlarni aytamiz, nima-nimalar ma'qullarini. Xudo xolasa, ma'qul kelsa olaverasizlar. Narxi zo'r narsalar borchi, bunaqa jiletkalar hozir rosa trendga chiqqan. Olib foydalanib qolasizlar. Bundan zo'ri yo'q. Xullas, jiletka, kostyum uchun duvoyka, anaqangi har xil narsalar. Hozir narxlarni bitta-bitta aytib o'tamiz. O'rtoqlar, bitta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keladiganlar uchun ham hozir manzil tushuntirib ketamiz. Mana normal Farg'ona viloyati Qo'qon shahar bog'cha bozorini, mana Stenka bozor bor. Stenka bozorini, mana shu bog'cha bozorini mana shu kiyim-kechakka kirish qatori. Shunda mana shu chap tomonda kelaverasiz. Mana shu jilet nimalar ham sotyapti ekan. Hammasini narxlarini aytib ketamiz. Qaranglar o'rtoqlar, mana ularimiz mana zo'rlardan kelgan ranglari bor. Hozir rosa trendga chiqqan bu nimalarimiz, jiletkalar, Xitoy jiletka toza, ichi nachosli. Buni yengi uzuni ham bor, mana yengi uzuni kapishonligi bor, olib foydalangani zo'r narsa. Xullas, iltimos bir dodadan like bosib olasizlar. Ko'rsatib o'tiramiz hamma. 8 dan berinchi o'zingiz. Qaysi birini? Qalindan olishadi. Hozir uyda olib kelishar, lekin bitta tutyadi. Bitta Hozir kelyapti. 5 yil. Kimga o'zi? Bitta rang, ikkita rang, 120 ming so'mdan. Razmeri 3 dan 5 gachami shunaqa ekan. 120 ming so'mdan pachka narx. Faqat men unaqa 10 ta olaman deganlarga. Donaga berilmaydi, donaga yo'q ekan. Asosan shunaqalari bor ekan. 120 ming optimga qarab ko'ring. Optimga 120 ming deyishyapti. Xo'sh, mana ularni ham ko'rsatib yuboraylik hozir. Mana ularimiz ham bor, mana 65 ming so'mdan ekan bular. Bular ham shunaqa 58 gacha tushadigan razmer. Tepada mana rasmlari, bag'da narsalar bor. Hozir odam ko'payib qoldi. Video qilamiz hozir. Bular beznachos ekan. Asosan shular ko'rsatdi. Mana shu kerak bo'lgan. Endi bitta hamma narsani tanishtirib o'tolmaymiz. Bor-borni. Mana ular adashmasam 70 mingdan bo'lishi kerak mana shular. Mana narsalarimiz bor mana. Bambuk duvoykalar. Bambuk duvoykalar necha puldan bilasiz? Ular 70 ming. 70 ming. Ochig'i yo'q albatta yoki bor. Hali ochilgani yangi ekan. Upakovka turibdi. 70 ming so'mdan ekan duvoyka. Mana bunaqalari ham bor. Apa mana yoqaligi necha pul edi? Yoqaligi 75 ming. 75 ming so'm ekan. Yoqaligi. Qalinidan bu ham. Ko'rishlari mumkin. Xullas bosaverasizlarga azimi. Ha, to'qimalar necha puldan necha pulgacha apa? To'qimalar. Bular Turkiyaniki 350 ming, 450 ming. 350 ming, 450 ming. To'qimalar toza Turkiya ekan. Setka deganlarga ekan bu. 350 ming so'mdan 450 ming so'mgacha boshlanadi mana shunaqangi. Turkiya toza bosaverasizlarga azimi. Mana yangiliklar, mana ular keldi, mana ular yangilik. Bular necha puldan mana ularimiz apa bular? 130 mingdan ortiq. 130 ming so'm. Beznachos. Mana ularimiz-chi apa mana ular? 54 gachalik. 54 gachaligi 120 ming so'mdan. Optim narxini aytishyapti hozir. Ola, borsa menimcha, menimcha hamma biladi. Spartangli forma. Anularga men ulardan ko'rsatib yubormayapmiz. Hozir kelganlar. Ha, tozadanmi? Ha. Mana uzunlarimiz-chi apa uzun? 110 ming so'mdan. 60 gacha razmer. Ko'ringlar. Xullas zo'r. Samigalarni biz mana uning uchun qildik. Hozir eng ketadigan narsa shu bo'lyapti. Hozir yaxshi ketib turibdi. Keladiganlar kela olasizlar. Ekranda nomer aloqaga chiqsalaring. Mana tepadagilar necha puldan necha pulgacha ular? Bular 120 mingdan firmanish fabrikamiz. 120 ming so'mdan ekan. 4652 120 ming so'mdan. Eng kattani shulardan. Keladiganlar kelaverasizlar. 60 mi? Ha, 58 ga tushadi. Rangi ham yaxshi ekan. Turib, hali bu yana mana nima bo'ladi? Press ochilganmi? Katta ketadi. Issiqqa ishlatda bu ishadi ichi. Yo'q, katta ketmaydi. Yo'q, na tashavarligi. Ya mana qo'zisi mana qo'ng'ir bo'lib qoladi, chiroyli bo'ldi deyman. Qaysilar 60 ming optimga berdi ularni. Biloldik. Buni bir razmer kichkinasi ham bormi? Bor. Birinchi qizildan yo'qmiga shu razmer kichkinasi. Bor, undan bor. Siz katta razmer so'raysiz.